Bu videoni variantga fura qidirib yurgan fura ishlanishlarga hozirroq jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Akalar sotuvda DAF XF 105 460 talik standart Krone Persep bilan birgalikda. Buni 30 ming naqd pul borga variantga beriladi. Agar naqd pulga olaman deydiganlar bo'lsa, egalar o'zlari bilan kelishilgan holatda buni zo'r narxda olsangiz bo'ladi. Oldin ham bu akamizning ko'p furalarni qo'yib berganmiz, hammasi sotilgan. Shu zo'r narxda qilib berganlar uchun tegachilik 2012-yilda ishlab chiqarilgan Persep yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Moslar saf mos lenta akalar bor, ko'rsangiz bo'ladi, paletlari ham bor. Tegachi mana orqa balolarning holati 70% atrofida turibdi. Oldi balolarning holati mana ko'rsangiz bo'ladi 90% atrofida. Baklar jami 1200 litrli baklar jihozlangan. Bu tomonda kichkina bak, bu tomonda katta bak. Mana salonning ichki holatlari, ikkitalik spalni, xolodilniklari bor, ratsiya taxograflari bor. 6 talik mexanik korobkada yurgan masofasi 1 343 ming km masofani bosib o'tgan. Keyin buni retardasi ham bor. Furaga qiziqqanlar egalariga telefon qilib yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Videoga like bo'lsa, variantga fura qidirib fura ishlanishlarga jo'natib qo'yisham esdan chiqmasa, sotuvdagi ko'plab furalarni yana o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Sotuvdagi furalar hali oldinda. Hammaga rahmat.